muhaciratda yaşayotgan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Xitoyga qarshi Parlamentlar ittifoqining 9-iyun, ya'ni bugungi xabariga qaraganda, Strasburgda o'tkazilgan Yevropa Birligi umumiy yig'inida matbuotga oshkorlangan soqchi hujjatlari, lager va turmalarga qamalganlarning suratlari haqida tayyorlangan qaror loyihasi muzokara qilindi. Yig'inda so'z qilgan vakillar bu qaror loyihasida Xitoyning harakatining insoniyatga qarshi jinoyat va Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilik yurgizish ekanligini bayon qildi. Vakillar soqchi hujjatlarining Uyg'urlarning ziyonkashlikka uchraganligini ilgarigiga qaraganda texmi ko'p oshkorlanganligini tilga olib, Yevropa Birligining tunji qatim Xitoyning qilmishining irqiy qirg'inchilik ekanligini e'tirof qilganligini, Xitoyning milliy, etnik, diniy kimlikni bostirganligini, majburiy tug'mas qilish, mingisini yuyish, qiynash, qalayimqon chegirdan qo'g'lab chiqarib o'tishdek qayta takrorlanmasin degan irqiy qirg'inchilikning qayta takrorlanganligini aytib, Yevropa İttifaqı və əza dövlətlərini Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı irqiy qırğınçılıq əhdnaməsiga asasən barlıq zörür tədbirlərini qo'llanıb, jinoyatlarning mas'uliyatini surishti qilishga chaqiriq qildi və qayta takrorlanmasin degan va'dasida ching turadiganligini bildirishdi. Bu qonun loyihasi 9-iyun kuni umumiy yig'inda ovozga qo'yildi ekan. Natija izchil tirishchanlik ko'rsatganlarga mansub. Biz tavranmas ishonchimiz, kuchlik irodamiz, qo'rqmas ro'yimiz bilan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdek nishonimizga qarab to'xtamay ilgarilasak, g'alaba qozonadiganligimiz muqarrar. Dunyoviy dangliq matbuot Media gazeti bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi bilan Sharq Turkiston va Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi haqida suhbat elib bordi va bu suhbatning tafsilotini 7-iyun kuni insonlikning vijdon siniqi degan temada tor betida e'lon qildi. Tuanda matbuotda e'lon qilingani bo'yicha diqqatingizga sunamiz. Uyg'urlar Xitoyning rasmiy turda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb atalgan Sharq Turkistonda yashaydigan etnik turk xalqi bo'lib, ko'pinchisi islom diniga e'tiqod qiladi. Markaziy Washingtonga joylashgan Sharq Turkiston sürgünde hukumati Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'g'daydi. Dunyoning diqqatini Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qaratayotgan muomalasiga markazlashtirishga tirishadi. Bizga Uyg'ur xalqi haqida so'zlab beramsiz? Genetik va arxeologik tekshirishlardan qaraganda, Uyg'urlar Sharq Turkistonda 5000 yildan ortiq vaqtdan beri yashab kelayotgan etnik turk xalq. 1949-yili Xitoy Xalq Cumhuriyeti Sharq Turkistonga tajovuz qilib, Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan keyin mustamlika yurgizib, bugungi irqiy qirg'inchilikqa yo'l ochdi. Sharq Turkiston yaqinqi zaman tarixida mustaqil bo'lgan va o'zini o'zi idora qilgan bir rayon edi. 1934-yili Sovet ittifoqi aralashib ag'dirilishidan ilgari 1933-yili Sharq Turkiston Cumhuriyeti mustaqilligini jakalagan. 1944-yili Sharq Turkiston Cumhuriyeti qaytadan mustaqilligini e'lon qilgan. Xitoy Kompartiyasi 1949-yili 22 dekabrda hokimiyatga chiqib, Sharq Turkistonni ishg'ol qilguncha mustaqilligini saqlab qolgan. 1933-yildan burun qandoq edi? Sharq Turkiston 1884-yilgacha mustaqil davlat edi. 1876-yili Manju Chang sulolasi Sharq Turkistonga tajovuz qildi. 1884-yili ishg'ol qilib, Manju imperiyasiga qo'shdi. Yangi chegara ma'nosida keladigan Xinjiang degan nom bilan atadi va mustamlika qilishga boshladi. Ondan Sharq Turkiston bir necha xil rayonni kontrol qilgan Uyg'ur va Xitoy urushqimar sargardonlarining boshqarishidagi yarim avtonomiya sifatida mavjud bo'ldi. 20-asrning boshlarida, ya'ni 1930-yili 11-oyning 12-kuni Sharq Turkistonning mustaqilligini e'lon qilishimizga yo'l ochgan Sharq Turkiston milliy harakati qo'zg'aldi. Bu jumhuriyat 1934-yili Sovet ittifoqining aralashishi sababidan ag'dirildi. Natijada Sharq Turkiston Sovet ittifoqi bilan ittifoq o'rnatgan Xitoy urush sargardisi Shing Sisay tomonidan idora qilindi. 1941-yili Shing Sisay Xitoy millatchilari bilan ittifoqlashdi. 1944-yili 11-oyning 12-kuni Sharq Turkistonning mustaqilligi yana bir qatim jakarlandi. Taki 1949-yili 12-oyning 22-kuni Xitoy kommunistlari Sharq Turkistonni egallab olib, hukumatimizni ag'dirib tashlaganga qadar mustaqilligimizni saqlab qoldik. O'z kechirmishlaringizdan ozroq so'zlab beramsiz? Men oilam bilan 2000-yili siyosiy musofir sifatida Amerikaga keldim. 7 yosh vaqtimda xalqimiz duch kelayotgan zulm va mustamlika sababidan vatanimdan qochib chiqdim. Hozir vaziyat texmi yomonlashdi. Xalqimiz 21-asrdagi irqiy qirg'inchilikqa duch kelmoqda. Men Oklahoma shtatida cho'ng bo'ldim.
Kichkindan tartibla harbiy ofitser bo'lishni orzu qilardim. Zapas ofitserlarni tarbiyalash atritini tamomlagandan keyin bir necha yil Oklahoma armiyasi milliy qo'g'dug'ichi a'zosi bo'ldim. Salomatligim yaxshi bo'lmay, börekdə məsələ görülgənlikdən hərbi həyatımni axırlaşdırıb davalandım. Keyin mən vətənimnin müstəqilliyi və xalqımның erkinligini qolğa keltiriş üçün Şərq Türkistan Milli Oyğuniş Hərəkəti deb atıldıgan payda almaydigan təşkilat qurishni qaror qildim. 2018 yılı mən Uyğur siyasi qanununun ma'qullanışını talab qilishni başlatdım. Hamda Amerika parlamenti və hökumətini Xitayning Uyğur və başqa türk xalqlariga qaratgan vahşiyligini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishiga chaqirdim. Shu yili yazning oxirida biz qurultayni Uyğur siyasi qonunini sunishga qoyil qila oldik. Bu mening diaspora jamiyatida tunilishimga sababchi bo'ldi. 2019 yılı yazda mən 2004 yılı Washingtonda rəsmi qurulğan Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin baş ministerlik namzatlıqıga göstərildim. 2019 yılı 11 ayda baş minister olub saylandım. Mən 4-cü növbətlik baş minister hesablanaman. Dünya adətdə Xitayning Şinjan rayonu deb ataydigan, siz Şərq Türkistan deb ataydigan bu rayonda qanchalik Uyğur bar? Qanoatlanarli qabul qilinadigan nüfus soni yo'q. Biz Xitoy hökuməti bergan istatistikani qabul qilmaymiz. Chunki tarixiy xotirlarga qaraydigan bo'lsak, 1930 yillarda Sharq Turkistonning nufusi ayni vaqtdagi hukumat va g'arb tadqiqotchilari, shundaqla sayohatchilarning mo'ljariga qaraganda 15 milliondan yuqori edi. 1949 yilning oxirida Xitoylar hokimiyatni o'tkazib olgandan keyin, hatto Maoning o'zimi Sharq Turkistonda taxminan 9 million turk xalqining borligini bayon qilgan. Ammo 1953 yildan boshlab Xitoy Kompartiyasining tunji qitimliq rasmiy nüfus tekshirishiga asoslanganda Sharq Turkistonning nufusi 4,5 million bo'lib, 75%dan 80%gacha bo'lgan qismini Uyg'urlar egallagan. Bu yerda bir moslashmaslik bor. U bo'lsa, Xitoy hukumatı bugun rasmiy holda 12 million Uyg'urning borligini o'ttirg'a qo'ydi. G'ayri rasmiy manbalarning mo'ljallashicha 20 milliondan 35 milliongacha Uyg'ur bor. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin mo'ljallashicha bu rayondagi son 35 milliondan 40 milliongacha bo'lib, bu Uyg'urlarning emas, balki Qozoq, O'zbek, Tatar, Qirg'iz va Mo'ng'ul qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Etnik Xitoylar qandoq? Bugungi kunda Şərq Türkistonda kam deganda 10 million Xitoy mustamlikachisi bor. Ammo Xitoy kommunistlari 1949 yili Şərq Türkistonga tajovuz qilib ishg'ol qilganda faqat 179 ming nafar Xitoy bor edi. Əməliyyatda ular Şərq Türkistonni ishg'ol qilishga avatilgan askarlar edi. U vaqtlarda negizlik Xitoy xalqi yo'q edi. Bugun bizga Uyg'urlar uchrayotgan muomala haqida so'zlab bering. Sovet ittifoqi yemirilgandan keyin Xitoy hukumatı bizning o'tgan 70 yilda qilganimizdek mustaqilligimizni asliga keltirish uchun kurash qilishimizdan ansirab, Şərq Türkistonda Uyg'ur va turk kimligining har turli ifodalarini bostirishga boshladi. 11 sentabr vaqasidan keyin Xitoy barliq qarshiliklar yoki Xitoy ishg'oliyatiga qarshi urush, hatto tinish namoyishini terrorlik deb tasvirlashga boshladi. Yillardan buyon Xitoy hukumatı dinimizni, madaniyatimizni, tilimizni va kimligimizni bostirib keldi. 2014 yildan boshlab millionlagan Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining turli saxta jinoyatlar bilan jazo lagerlari va turmalarga so'langanligiga yo'l ochgan xalq urushi harakatini qo'zg'adi. Yaqında Şinjan saqchi hujjati o'g'irlanib oshkorlandi. Hujjat 2800 parchadan ortiq qo'lga ilinganlarning rasmi va boshqa qo'lga ilingan 300 ming nafar kishining sonliq ma'lumotlarini o'z ichiga oladi. Bu kishilar diniy dars anglagan, boshqa davlatga sayohatga borgan, tamaki chekish va aroq ichishni rad qilganlik uchun terrorlik va oshqunlik bilan ayblangan. 1949 yili va 11 sentabrdan keyin nimalar yuz berdi? Bu nurg'un jihatdan o'xshashib ketadi. Ular Uyg'urlarni bo'libmi millatchi deb qaraganlarni nishonlaydi. 11 sentabr vaqasigacha ular terrorchi degan atalg'ini ishlatmoqda. Qarshi inqilobchi, etnik bo'lgunchi, etnik millatchi, yovvoyi shayton deb ataydi. Ammo 11 sentabr vaqasidan keyin Uyg'urlarning ko'pinchasining musulmonlikdan iborat haqiqatni salbiy jihatda qo'llanib, bizga terrorchi qaltiqini kiydirdi. Sizningcha Xitoyni Uyg'urlarga qarshi harakat qildirgan zoti nima? Bu oxirgisi Xitoy hukumatining yuqori darajalik amaldorlari tarafidan zo'r bir turkum nüfusning mustaqillikni tashabbus qilish ideyasining ta'siriga uchraganligi.
Xitoy hukumatining manbani tozalab, oshqo'lliqni yo'qotish xizmatini qanot yaydirish kerakligini bildirgan bayonot oshkorlandi. Xitoy hukumati terrorlik, oshqo'lliq va bo'lginchilikka qarshi kurash qilayotganligini rasmiy o'ttirg'a qo'ydi. Ammo Xitoy hukumati davlat mudofaa strategiyasida o'zining davlat mudofaa nishonining birining Sharq Turkistonning vujudga chiqishining oldini olish ekanligini allaqachon ko'p qatam o'ttirg'a qo'ydi. Sharq Turkiston masalasi Xitoyning mustamlikasiga qarshi turish va bir millatning Xitoyning ishg'oliyatidan qutulish uchun tirishish masalasidir. Xitoy hukumati xalqaro jamiyat, Amerika qatorliq g'arb davlatlarining Uyg'urlarning mustaqil Sharq Turkiston qurishiga yordam berib, Xitoy Xalq Jumhuriyatining Sovet ittifoqiga o'xshash yemirilishini keltirib chiqarishidan ansiraydi. Kampning ichida qanday hayotning yashindiganligini bilamsiz? Ha, lagerdan qutulub chiqqanlarning va Xitoy saqchi xodimlarining guvohligi oshkorlangan Xitoy hukumat hujjatlaridan jazo lagerlaridagi hayotning qandoq ekanligini bilamiz. 2022 yili 4 oyda lagerdan qutulib chiqqan bir nafar qirg'iz Amerikaga kelib kechirmishlaridan guvohlik berdi. Qirg'izlar Sharq Turkistondagi Uyg'ur va qozoqlarga o'xshash bostirilayotgan, turmaga tashlanayotgan yana bir turk guruhi. Gerçi qirg'izlarning ko'pinchisi musulmon bo'lsa-mu, bu shaxs xristian. Şuna barlıq etnik türk xalqı yoki Xitoy bo'lmagan kishilar nishonga ilinadi va irqiy qirg'inchilikqa uchraydi. Chunki Xitoy hukumati Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirishga urinishidan ansiraydi. Bu irqiy qirg'inchilik faqat Uyg'urlarga qarata yurgizilib qolmasdan balki bu rayondagi Xitoy bo'lmagan barliq kishilarga qaratilgan. Kamplardagi normal ahvolda 3-4 kishi sig'adigan kamerlarga 30-40 nafar, hatto 60 nafar kishi solab qo'yildi. Kishilar to'xtamay xo'rlash va qiynashlarga uchraydi. Xitoy hukumati hatto davlat taratqularimi Sharq Turkistonda 12 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan 36 million odamning DNA avrishkisini, ovoz izi va ko'rish to'r pardasini yiqqanligini bayon qildi. Xitoy hukumati Sharq Turkistonning umumiy nufusining 24 million 500 ming ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Biz haqiqiy nufusning Xitoy hukumati aytgandan ko'p ekanligini bilamiz. İnsanlarning a'zolari sug'urilib o'ltirilyotidi, jasadlari ko'ydirilyotidi. Xitoy hukumatining hukumat hujjatiga asoslanganda 850 ming nafardan ortiq bola oilasidan ayritilib, davlat qarmog'idagi yotoqliq maktab va doriltamlarga avatilib, Xitoy Kompartiyasining bir butunlashgan Xitoy davlati qurib chiqish tirishchanligining bir parchasi sifatida sadoqatman Xitoy fuqarosi qilib yetishtirilmoqda. Hozir bu lagerlarda qancha kishining borligi va qancha kishining o'ldirilganligi to'g'risida mo'lchar bormi? Amerika Davlat mudofaa ministrligi 2019 yili bu jazo lagerlarida 3 million Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlarining borligini mo'ljarladi. Xitoy hukumati 2020 yili Aqtashliq kitob e'lon qilib, bularning jazo lagerlari ekanligini inkor qilib, 2014 yildan 2019 yilgacha bo'lgan aralıqda har yili 1 million 290 ming nafar odamni kasbiy tarbiyalash va qayta tarbiyalash markaziga avatganligini o'ttirg'a qo'ydi. Bundaq bo'lganda 6 yil ichida 8 millionga yaqin odam jazo lagerlariga qamalgan bo'ladi. Şəxsən mənim bu lagerlarga və türmələrə 100 nəfərdən artıq tuqqanlarım elib ketilgan. Ularning 4 nəfəri öldürülgan. Başqalarının hayat yoki emasligini, beshiga nimalarning kelganligini bilmaymiz. Sharq Turkistonlik barliq Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining tuqqanlari bu lagerlarga elib ketilgan. Bu lagerlardagi kundalik ishlar haqida bizga ozroq so'zlab beramsiz? Lagerlardan qutulganlarning so'ziga qaraganda, ular kunda 14 soat Xitoy Kompartiyasining tashviqoti ostida yashaydi ekan. Ular o'zlarining Xitoylik ekanligini, Kompartiyani yaxshi ko'radiganligini, Xudoning yo'qligini, Kompartiyaning Xudo ekanligini, Sharq Turkistonning yo'qligini bayon qilgan sinlarni ko'rishi kerak. Ular ba'zida guruhlarga bo'linib, o'qituvchi bilan birga bir kamerga solinadi. Ular Xitoyning siyosat qonunlarini va Xitoy tilini o'rganishi kerak. Agar ularning ana tilida o'zaro paranglashganligi аңланса, Xitoy bexatarlik qismlari tarafidan tayoq yeydi. Bu rayondagi jazo lagerlari va turmalarga ilinmagan kishilarning turmushi qandoq? Lager türmələrə qamalmay, öylərdə qalğanlar gündə 24 saat күзәтеледі. Hər kimnin qo'lida aqlliq telefon bor. Telefonga hamma narsani tahlil qiladigan hukumat appi qachilangan. Agar ular diniy yoki siyosiy mazmunda biror narsa deb qolsa, darhol yaqin atrofdagi soqchixonaga xabar qilinadi. Shuning bilan ularni olg'ili keladi. Undan boshqa Xitoy hukumati etnik guruhlarni qo'shib etish maqsadida qo'shmoq tuqqan programmasini yo'lga qo'yib, 1 million 200 ming nafar Xitoy hukumat amaldorlarini Uyg'ur va boshqa turklarning uylariga avatib, ularni Uyg'ur va boshqa turk oilalari bilan birlashtirdi. Ular bu oilalarda yashab, turk xalqining faoliyatini nazorat qilib, ularning Xitoy davlatiga sodiq fuqaro bo'lishiga kafolatlik qiladi. Kishilarning masjidga berishiga ruxsat qilinamdi. 2016 yildan boshlab barliq masjidlar taqaldi. Sharq Turkistonning har qaysi joylarida 16 mingdan ortiq masjid vayron qilindi. Qabristonliklar Xitoy hukumati tarafidan buzib etildi.
Ko'chalardagi diniy mazmundagi tekstlar elib etildi. Kishilarning a'zolari sug'urib elinib o'ldirilmoqda. Bu eng nachar tarbi. Bu a'zolar dunyodagi boy arab musulmonlarga halol a'zo sifatida setiladi. Yaqında bir nafar organ yig'ib olish mutaxassisi, organ yig'ib olishga qatnashgan tibbiy doktor Amerika parlamenti oldida guvohlik berib, har yili 25 mingdan 30 minggacha Uyg'urning organlarining sug'urib olinib, o'ldirilganligini aytdi. Bu 36 million nafar kishining DNA erishkisi, ovoz izi va ko'rish to'r pardasini yig'ishning sababi. Saudiya Arabistonidagi bir boy musulmon organga ehtiyojli bo'lsa, ular faqat sistemaga qarabla mos keladigan organni topa oladi. Agar bu mas organ jazo lageri va turmadagi birining organi bo'lsa, uning hayoti mushu yerda oxirlashadi. Jazo lagerlari va turmalarga qamalmagan kishilarning rayondan yoki davlatdan ayrilishiga ruxsat qilinadi. 2016 yildan boshlab mumkin bo'lmadi. Barliq pasportlarni Xitoy hukumati qo'lga tushirib oldi. Alayda ijozat olmay turib, o'z rayoningiz yoki yeza bozoringizdan ayrilanmaysiz. Agar Xitoy Uyg'urlar va boshqa turkiy millatlarning Sharq Turkistonni mustaqil qilib qurib chiqishidan andish qilsa, ularning Sharq Turkistondan ayrilishini qandoqmi idrok qilmasin. Agar cho'ng diaspora bo'lsa, Xitoy bizning xalqarodagi nurg'ulg'an hukumatlarning yordamiga erishishimizdan va bu hukumatlarning o'ziga besim qilishidan qo'rqidi. Hukumatlar surgundagi hukumatingizni qandoq qabul qildi? Ular surgunda hukumatingizni tunib pestashlik qilib yordam qildimi yoki sal qaraldingizmi? 2018 yildan ilgari bizning barliq ishlarimiz xalqaro jamiyat tarafidan sal qaraldi, ammo 2018 yildan boshlab ba'zi istoshliklar bo'ldi. Ammo tayong'udek ehtiyoj bo'lgan yerga yaqin narsa yo'q. Biz Ukrainaliklarga berilayotgan yordam, diqqat, qo'llashga muhtoj. Hech bo'lmaganda qo'shnimiz Tibetni qo'llaganda qo'llab yordam berishiga, ularning surgunda hukumatini e'tirof qilgandek, bizningmi surgunda hukumatimizni e'tirof qilishiga muhtoj. Bu yerda qilishga tegishli yana nurg'un ishlar bor. O'tiral kishilar bilmagan taqdirdami, hukumatlar Xitoyning nima qilayotganligini obdan biladi. Xitoy bilan bo'lgan siyosiy va iqtisodiy munosabati sababidan Xitoyning qilmishlari haqida so'zlashni xohlamaydi. Hatto Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Mashal Bacheletmo Xitoyni ziyorat qilganda Sharq Turkistonni ziyorat qilishni planladi. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotini irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishga, Xitoy hukumatining qilayotgan ishlari haqida doklad e'lon qilishga chaqirdik. Ammo u izchil qilinmadi. Birleşken Devletler Teşkilatı Uygurlarni butunlay nazardan saqit qildi. Amaliyotda Bachelet Xitoy tashqi ishlar ministri bilan ko'rishdi. Xitoy hukumati uningga Xitoy prezidenti Shi Jinpingning kishilik huquqni masxara qilib yozgan kitobini sovg'a qilib, Xitoyning kishilik huquqni yaxshilab, xalqni xushal qilishni maqsad qilib ish qilayotganligini, uning tekshirishiga yo'l qo'ymaydiganligini bildirib, Bacheletning yuziga qamlashtirib bir shapaloq urdi. Bacheletmo buningdan yaxshi tuyg'uga kelganda qiladi. Bu ziyorat faqat Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini yuvish va tiniverishiga yordam berdi. Bu rayonda qul emgaki bormi? Amerika shirkatlari buningdan naf olyapti. Buningdan foydalanayotgan nurg'un Amerika shirkatlari bor. Yer shari ta'minotining 22%dan ko'pragini, Xitoydagi paxtaning 80%ni egallaydigan paxta Sharq Turkistonda ishlab chiqariladi. Quyosh energiyasi batareyasi Sharq Turkistonda ishlab chiqariladigan bo'lib, 2014 yildan ilgari yer shari ta'minlash miqdorining 9%ga yetmaydi. Ammo 2016 yili Sharq Turkistondagi qalayimqon nazarband qilishdan keyin taxminan 45%ga yetgan Uyg'urlarning zavodlarga elib ketilayotganligiga oid nurg'unlagan sinlar bor. Xitoy hukumati buni kasbiy tarbiyalash yoki qayta tarbiyalash markazi deb ataydi. Ular bu yerda Nike tantarbiya oyig'i, H&M, ko'ynak qatorliq mahsulotlarni, olma, Windows, HP, Dell qatorliqlarning zapchastlarini ishlab chiqaradi. Tesla yaqinda Sharq Turkistonda ko'rgazma zali ochdi. Men Amerika shirkati emasligini biladigan Volkswagenning Sharq Turkistonda mashina ishlab chiqarish zavodi bor. Ular ishlab chiqargan nurg'un mashinalarni jamoat xavfsizligi idorasi ishlatadi. Ular Xitoy hukumatining xalqimizga irqiy qirg'inchilik yurgizish uchun soqchi mashinasida ishlab chiqaryotidi. Men ismini tilga elib o'tgan barliq shirkatlarning hammasining Sharq Turkistonda qul emgakini ishlatadigan zavodlari bo'lishi notayin. Ammo ular majburiy emgak yoki qul emgak zavodini ishlatadigan ta'minlovchilarning mahsulotlarini ishlatadi. Hukumatlar bilan aloqalashish bilan birga bu shirkatlarga yaqinlashib, ta'minlash zanjirida majburiy emgakdan kelgan narsaning yo'qligiga kafolatlik qilish uchun besim ishlatib boqdingizmi? Shundoq, biz yaqinlashmoqchi bo'ldik. Biz namoyish o'tkazdik va xat avatdik. Biz ba'zi shirkatlarning kechirim so'rashini talab qildik.
ularning bu jarayonni ko'zdan kechiradiganligini, bundan keyin atalmish Şinjandan paxta yoki har xil materiallarni seta olmaydiganligini qo'lga keltirdik. Boshqa shirkatlar Xitoy hukumatining majburiy emgakka selishning yo'qligi, Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga ishga o'rinlash imkoniyati yaratib, ularning turmushining yaxshilanishiga yordam qilayotganligiga aloqador rasmiy bayonotiga asosan shundoq qilayotganligini aytdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatini dunyodagi boshqa hukumatlar rasmiy tunudimi? Baxtga qarshi Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy va siyosiy munosabati sababidan xuddi qo'shnimiz Tibetning surgunda hukumatini rasmiy e'tirof qilmagandek, hech qanday hukumat Sharq Turkiston surgunda hukumatini rasmiy turda e'tirof qilmadi. Eng oxirida deydigan gaplaringiz bormi? Hozir Sharq Turkistonda yuz berayotgan ishlarning mohiyatda zamonaviy davrdagi texnika bilan elib berilayotgan 21-asrdagi cho'ng qirg'inchilik ekanligini har kim bilishi kerak. Bu insoniyatning vijdon siniqi. Xalqaro jamiyat buningga qarshi harakat qo'llanishi va hargiz qaytalanmasin degan va'dasiga amal qilishi kerak. Xalqaro jamiyat 1940-yillarda cho'ng qirg'inchilikning yuz berganligini bilmaganligini aytdi. Ammo hozir Sharq Turkistonda nima ishlarning yuz berganligini hamma odam biladi. Jazo lagerlaridagi kishilarning suratlarini ko'ra olasiz. Google yer sharidan jasad ko'ydirish o'choqlari va yig'ib olish lagerlarini ko'ra olasiz. Jazo lagerlarining atrofidagi aerodromlarda faqat organ ko'chirish uchun deb yozilgan yo'llarning borligini ko'ra olasiz. Bundan boshqa qechishga uringan har qanday odamni etib o'ldirib o'tish, ximiylik dori chechib ularning hammasini o'ldirib o'tish, yiltizi va kelib chiqishi bilan munosabatlik bog'larini uzish qatorliq buyruqlarni o'z ichiga olgan Xitoy hukumat hujjatlari bor. Bularning hammasi yolg'iz hukumatlar emas, balki har kim ko'ra oladigan darajada ochiq. Xalqimizning o'tgan asrda uda duch kelgan vahshiylikni ko'zda tutganda Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, kishilik huquqni qo'g'dash va xalqimizning mavjudligiga kafolatlik qilishning birdan-bir yo'li. G'alaba men g'alaba qilaman degichilarga mansub. Muvaffaqiyat men muvaffaqiyat qozonaman deb ishni boshlab, oxirida men muvaffaqiyat qozondim degichilarga mansub deydi Mustafa Kemal Atatürk. G'alaba, muvaffaqiyat o'zligidan insonga nisb bo'lib qolmaydi. Faqat buning uchun kuchlik iroda bilan o'zliksiz tirishib, to'lashga tegishli badalni to'lagan vaqtida andin nisb bo'ladi. Hech bir ish qulay vujudga chiqmaydi. Vatanning mustaqilligini asliga keltirish texmi shundoq. O'zliksiz izlanish, ter eqitish, zarur tepilganda qon eqitish badaliga keladi. Mushaqqatdan qochgan inson shon sharafini qo'g'dab yashashga muyassar bo'lolmaydi. Zolimdan shafqat, marhamat kutish, zolimning mohiyatini etishdan qo'rqish, taslimchilik, qulluq, nomusdir. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni diqqat bilan anglag'anlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.